Men Yunusobodlik Mahfuza opaman, mana shu yerda turaman. Men har doim kasal bo'lsam, endi yosh katta bo'lganda har xil muammolar chiqadi. Asabga bog'liq, boshqa. Yugurib shu yerga kelaman. Hamma mana suhbatlarni shogirdlari juda ham o'zlaridek qabul qilishadi. Birinchidan ularning muomalasi malham bo'ladi. Qolaversa juda chiroyli davolashadi. Men aytaman, puliga arzib nima deydi, odam nimalarga ishlatmaydi. Juda arzon deb o'ylayman men. Shuning uchun mana yaqinda tranishni nervim qisilib qoldi deyishdi. Shundan doktorga bordim. Toshkentni aylanib chiqimsam bo'ladi. Qayoqda dorilarni berishdi? Eshitdik 40 o'zi operatsiya qilamiz deyishdi. Yaxshi qilmaganim. To'xta, men o'zimni klinikam bor edi, dovdirab yuribman dedim-da. O'zimni klinikamga keldim, ya'ni Karimov klinikasiga. Keldimda shu bilan yo'q, bolalar o'zlari yo'q edilar. Shogirdlari qabul qilishdi, shu bilan lekin men dardimga malham bo'ldi. Juda ham chiroyli anaqa bo'ldi mana. Kechasi men uxlamadim. Og'riq to'xtagani yo'q. Butun vujudim og'ridi. Tranishni nerv degani menimcha hamma his qilsa kerak bu og'riqni. Shunaqa kuchli og'ridiki, men chidolmadim. Endi o'sha barham topdi, lecheniya oldim, boshqa qildim. Ancha yaxshi bo'ldim. Shuning uchun men aytmoqchiman, doktorda man degan soatiga pul oladigan platniyalarga borganda ham aytishdiki, xola siz unaqa talabchi ham bo'lmang, kestiravering. Sababi butun dunyodagi olimlar buni hali o'ylab topolmagan. Keyin men bordim, aytdim o'sha doktorga, siz unaqa gap gapirmang. Yunusobodni bilasizmi? Yunusobod degan joyda Karimov degan olim bor, o'zini mahalliy, o'zini shu yerda nima qilgan, katta bo'lgan o'zimizni olim Yunusobodlik. Ana shu dardimga malham bo'ldi. Baraka topsin, bilib qo'ying, siz dunyoni tinch qo'ying. Undan ko'ra borib o'rganib konsultatsiya olib turinglar. Bekorga oq xalat kiyib yurmasdan. Odamlarga ham shuni maslahat bermoqchiman. Menga o'xshab do'dir qilmanglar-da, to'g'ri Karimovga kelaveringlar. Chunki zamon talabi shunaqa. Har bitta kasal asabga bog'liq. Mana asabingiz joy-joyiga tushsa hech qanday zaharamaydi. Shuning uchun men bularga rahmat deyman. Tan joni sog' bo'lsin, ilohi amin. Tan jonligi sog' bo'lsin, turpoq oilasi oltin bo'lsin, hammaligisini. Oltin boshi omon bo'lsin. Har doim shunaqa aziz mukarram bo'lib, hammaga kerak bo'lib yursin insonlarga. Hech qatda og'rimasin bularni. Alloh ham kuchiga kuch-quvvat bersin, Xudoy. Ishlarini fayz barakasini berib, hech qachon charchashmasin. Odamlar shu yerdan shifo topib, hamma mazza qilib ketaversin. Ilohi amin. Alloh hammalaridan rozi bo'lsin. Biroz qo'shimcha qilmoqchi edim, ya'ni kimdadir mana shu tranishniy nerv deymiz, bu 3 shoxli nerv o'tadi, mana chekayni ichkarisidan. O'sha yerda mushaklar bor, chekayni harakatga keltiruvchi, nijniy chelist deymiz. O'sha bo'g'imlar. O'sha yerda spazm bo'lib qoladi. U spazmni hech narsa ololmaydi, dorilar ham ba'zida ta'sir qilmaydi. O'sha spazm qotib qoladi. Biz nima qildik? Uni o'zini osteopatik yondoshlari bor. O'sha yondoshlar bilan biomexanikasini normallashtirsak, o'sha spazm qo'yib yuboradi. Bu uzoq cho'zilmaydi. O'zingiz ham ko'rdingiz-ku, 1 minut yoki 2 minut ichida o'sha 3 shoxli nervlarni muammolar o'tib ketadi. Buni ozgina takrorlab turadigan joyi bor, 1-2 marta, shunda hammasi yo'q bo'lib ketadi. Buni katta dorilar ham kerak emas, boshqa ham kerak emas. Lekin bu yangi metodika bo'lganligi uchun, hozir rivojlanayotgan bo'lganligi uchun ko'pchilik bilmasligi mumkin. Kimdadir shunaqa muammolar bo'lsa, bemalol murojaat qilishligi mumkin. Ko'p vaqt olmay tez yaxshi bo'lib ketadi. Sizga rahmat, sog' bo'ling. Sizga rahmat, aylanib ketdingiz. Sizga rahmat. Sog' bo'ling. Sinimlarni ham qo'shib qarib, baxtli bo'lib, o'g'li jo'mani nima, sevaralarni ko'rib yuringlar. Alloh tan joningiz sog' bo'lsin. Sizdek o'ylab o'tirgan, ya'ni tanasida yoki mana shunaqa og'riq bo'lib turgan, boraymi, bormaymi deb ikkilanib turgan odamlarga shotdan turib nima degan bo'ldingiz? Albatta aytamanki, harakat qilinglar. Bitta muhim anaqaga kelinglar. Shartta Bismillahirrohmanirrohim, Allohga tavakkal deb chiqinglar deb borib davolaninglar. Nima kelsa, bizdan yoshda faqat asab bilan bog'liq. Bizlar nima qilamiz? Shuning uchun men shu asab joyiga keldim, boshqa joyda o'zidan o'zi yaxshi bo'lib qolaveradi. Men hammaga aytaman, pul ko'tarib klinikalarga borishadi, u vaqtinchalik qiladi anaqalar. Yana dori-darmon nima oshqozonni ishdan chiqaradi. Hammaga aytardimki, dovdiramasdan to'g'ri kelsanglar ancha arzonga tushadi. Men ham aylanib keldim anaqani. Albatta, birinchi navbatda men bolalarimga ham aytaman. Pulni sog'liqqa reja qilmagin,
ovqatga reja, qolgan narsaga reja qildingmi? Shu ikkita narsa uchun pullaymi? Shunaqa. Men hammaga shu maslahat bergan bo'laman. Sog' bo'ling, rahmat. Qo'shiq qarib yuring singlimlar bilan. Rahmat katta. Xo'p. Oldingi holatingiz bilan hozirgi holatingizni qanaqa ifodalab bera olasiz? Masalan, qanday desam bo'ladi? Yaxshi tarafga o'zgarish bordi. Masalan, ishlash nima deydi, og'rish qilolmayapman har lekin. O'zingiz u yoqda. Yaxshi, bo'shab qo'yamiz. Bitta qattiq. Kimga tushdi qo'llar? Gipermi? Menga o'tamiz. Tak. 1 2 3 1. Bitta qattiqmi? Tushdi. O'tfeda oshqozonda muammo bor ekan aka. 1 2 3 shunaqami? Lekin buni bizga aytmadingiz. Shu tekshirish mobaynida bilamiz. Qanaqa muammo bo'ladi? Disfunksiya, ya'ni qanaqadir oshqozon yo spazm bo'lib qoladi yoki ukracheniya bo'lib qoladi, ya'ni mushaklari siqib qoladi. Aslida muammo ichki organda bo'ladi, ya'ni oshqozon yoki hozirgi aytib o'tganimizdek o'tfeda. Lekin uni keltirib chiqarayotgan muammosi oyoqdagi kuchligi yoki qo'ldagi mushakligi nima deydi, ishlashiga to'sqinlik qiladi. Nimani hisobiga deydigan bo'lsangiz, spazm hisobiga. Spazm bo'lgandan keyin, mushaklarni spazm qilib qo'ygandan keyin qo'lda, oyoqda og'riq paydo bo'ladi. Boshqa doktorlarga murojaat qilishadi, oyog'im og'riyapti deb. Lekin o'zi aslida muammo nima deydi, oyoqda bo'lmaydi. Ular nima qilishadi? Sirazi oyoqni tekshirishadi, yo siz ukol olishingiz kerak ekan, dori olishingiz kerak ekan deydi. Mana holatda o'zida, ya'ni bu kinezologik korreksiya deydi. O'sha korreksiya qilish mobaynida ichki organingiz orqali oyog'ingizni og'rig'ini yoki qo'lingizdagi mushaklardagi og'riqlarni mana shu ichki organ orqali qoldirsa bo'ladi. Sizga qanchalik bu to'g'ri eshitiladi, noto'g'ri eshitiladi, lekin bu ilmiy fakt. O'shaning uchun hozir o'zingiz ko'rasiz, xudo xolasa. Keyin shu narsani yurtdoshlarimizdan iltimos qilib qolgan bo'lardik. Oyoq og'rig'ida yoki qo'l og'rig'ida doktorga yoki boshqa bir vrachga murojaat qilayotgan paytida fokusni faqatgina oyoqni o'zidan yoki qo'lni o'ziga qaratish kerak emas, balki ichki organlarni ham bir ko'rish kerak bo'ladi. Chunki muammo ichki organda bo'lsa, o'sha oyoqqa beriladi. Shuning uchun shuni hisobga olgan holatda optni hamda tajribali, ya'ni tajribali mutaxassislarga murojaat qilishinglarni iltimos qilib qolgan bo'lardik. Hop, 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 3 bo'sh qo'ying aka. 1 Hop, keyingi bo'ladigan muolajaning bir turi, ya'ni o'tfe opushение bo'lib qoladi, ya'ni pastga tushib qoladi. O'shani o'zini yo'nalishi orqali yuqoriga ko'tariladi. Ya'ni bu opushение bo'lishi nafaqat ayollarda, balki erkaklarda ham kuzatiladi. Ya'ni bu jins tanlamaydi. Ayol, erkakda ham bir xil ichki organ opushение bo'lib qolishi mumkin. Bu nimaga har bitta anaqadan keyin, ya'ni korreksiyadan keyin nimaga dahanga uryapti deb agar o'ylayotgan bo'lsalar, ya'ni bularning orasida, tomoshabinlarimizning orasida birinchi marta ko'rayotganlar bo'lsa, bu skreaton deydi, ya'ni dahanda shunaqa toshka borki, hozirgi qilingan korreksiyadan keyin bu nima vazifani bajaradi? Tanada hozirgi qilingan korreksiyani saqlab qolish vazifasini bajaradi. Ko'p kuzatamiz, muolaja olishadi. Muolaja olgandan keyin yoki ukol dori olishganda 3 kun yoki 4 kun mobaynida u qilingan muolaja kuchi ketib qoladi. Ya'ni asl sababi ham shu. Bu hozirgi
qilingan korreksiyani saqlab qolish uchun qilinadigan tochka, ya'ni skreto. Bu dahanda bo'ladi. Hozir kelganingizda og'riq bormidi? Hozir kelgan. Ya'ni hozir bu yoqqa kelganingizda, kirib kelgan paytingizda og'riq bormidi, yo'qmidi? Bugun dushanba kuni, menimcha birinchi kunmi, ikkinchi kunmi? Yo'q, oldin bir hafta oldin keldim. Bugungi kun Ha, birinchi kun. Ha. bir hafta oldin keldim. Bir hafta oldin necha kunga keluvdingiz? Necha kungacha oluvdingiz? Bir hafta oldin bir marta keldim, yana bir marta hozir bir haftadan keyin. Bir haftada bir marta qilyapsiz. Ketma-ket hech bo'lmaganda 2 kun yo 3 kun qilsangiz yaxshiroq edi. Yaxshi, qo'lni tekshirib o'ramiz. E'tibor qaratamiz. Birinchi tekshirgan paytida tanada kuch bo'ladi, tonus bo'ladi. Provokatsiyadan keyin, yengilgina provokatsiyadan keyin bu mushe slabiylashishi kerak, ya'ni kuchsizlashishi kerak. Hozir bo'ladi kuchsizlanmayapti edi. Gipertonus deydi, ya'ni organizm 2 barobar ko'p kuch sarflaydi. Mana hozir normal holatda ishlashni boshlayapti. Shu o'rinda itaring. Shu o'rinda men bir ma'lumotni aytib o'tib ketsam, bir xil bemorlarda shuna holat kuzatiladiki, hamma mushaklari zo'r, kuch ko'p, ko'rinish jihatidan ham, yurish jihatidan ham kuch ko'pga o'xshaydi. Lekin u odamning ichida qanaqadir ozgina muddat harakat qilgandan keyin holsizlik, uyqu kelishi, tanani mushaklarni orishi, mushaklar tonusda bo'lib qolishi ayni mana shu hozirgi aytib o'tganimizdek gipertonus deydi. Ya'ni organizmingiz ko'p kuch sarflaydi, 2 barobar ko'p kuch sarflaydi. Bu nimani hisobiga? Taningizni ozgina muddat ishlatish kerak bo'ladigan energiyasini miya bu yoqqa impuls jo'nataveradi, o'shani hisobiga tana charchashni boshlaydi. Buni oti o'sha gipertonus deb aytiladi. Gipertonusda asosan nimalar kuzatiladi? Aytaylik, o'sha holsizlik, keyin ozgina muddat harakat qilgandan keyin uyqu kelib qolishi, harakat qilmasligi yoki o'ta darajada charchoq paydo bo'ladi. Vaholanki o'sha o'ta kuchli charchoqgacha ko'p harakat qilmagan bo'ladi. Oz harakat qilsa ham unda uzoq vaqt jismoniy harakat bilan shug'ullangandek bo'ladi. Shu narsani aytib o'tib ketishi lozim deb topdik. Hozir bo'ladi mana normal holatda ishlash boshladi. Ko'rdingizmi, o'sha boyi 2 barobar ko'p kuch sarflanyapti. Provokatsiyadan keyin yengillashdi. Oyoqni tekshiramiz. Yaxshi. Qattiq taring, tepaga qattiq. Ko'taring, qattiqmi? Yaxshi. Ko'taring. Bo'yin mana shunday holatda tekshiraylik. Qattiq ko'taring, oyog'ingiz tepaga qattiq taring. Yo'q. Kuchum bunisi. Kuchvara, mana. 10 tomonga qilganda oyoqqa kuch kelishni boshlayapti. Ya'ni oyoqdagi kuchni ketib qolishini asl sababi bu bo'yinda bo'ladi. Shu bo'yinni hozir o'sha formada to'g'ri holatga tushiramiz. Ya'ni bokovoy smishcheniya deydi, chetga siljib qolish, yo o'ng tomonga, yo chap tomonga. Sizniki chap tomonga siljib qolgan. O'shani bo'sh qo'yib turib anaqa qilasiz. Bo'sh qo'ying. Zo'r. Endi tekshiramiz. Glubini lateralni tekshiramiz, keyin bo'ldi. Yo'q, unga emas. Xo'p aka, bitta turib yurib boqamiz. Og'riqlar hozir yo'q, lekin